Salom hammaga, sizlar bilan men Shahzodgraf. Bugungi videomizda biz sizlar bilan hardkor rejimida 5 kun yashashga harakat qilamiz. 20 kun qiluvdim, lekin uzoq bo'lib ketar ekan. Shuning uchun 5 kun ham normalmi? O'zi bu videoni ikkinchi marta olishim, boya narsalar yig'uvdim. Mana bir kun yashaganman ham. Lekin yana 5 kun yashayman. 5 ta video bo'ladi menimcha bu. U video o'chib ketdi. Narsa yig'amiz yana. Endi bir kunmas bu videoda qanchadir vaqt yashayman. Video 5-6 minutlik video bo'ladi. Bunisi keyingilar yana uzun bo'ladi. Siz eng ko'pi bilan hardkorda necha kun yashagansiz? Kommentlarda yozib qoldiring. Bo'ldi, endi uncha video olgandan keyin o'chib ketaversa, o'chmasa ham qo'ysam, uncha like yig'mayapti, obunachi ham kelmayapti. Minecraft o'ynab qo'ysam, PUBG o'ynab qo'ysam ko'proq like yig'yapti, ko'proq prosmotr. Obuna bo'lib like bosib ketinglar. Shunda men yana Minecraft videolarini ko'proq chiqaraman, bo'lmasa PUBG video ham qo'yaman. Bunda ham o'zi kech bo'layapti. Qishloq topib yashashim kerak yoki shu o'rtalarda yashab yuraverishim kerak, aylanib uzoqqa ketmasdan. Boya karavat ham yasavdim. Shu tomonga ketaveraman. Chiqib qolsa kerak qishloq. Qo'y yana. Buni ham go'shtini, junini o'zim bilan olib ketaman. Chunki oq junli qo'y chiqish ehtimoli katta. Yo'ldan chiqib qolsa karavat yasab olaman. Kon borkan bu yerda. Shu tomonga qarab yuraveraman, biron narsa chiqib qoladi. Sayohat bo'ladi bu yoki shunchaki. Hardkorda 5 kun ham o'tadi. Vaqt ham o'tadi, qishloq ham chiqish ehtimoli bor. Mana oq qo'y chiqdi. Ikkita bo'ladi junim. Ikkita bo'ldi, yana bitta bo'lsa karavat yasaman. Ana, uchinchisi ham. Enderman ham yuribdi, menimcha shu o'rtada kech ham bo'ldi. Lekin moblar yo'q. Kech bo'ldimi yo'qmi bilib bo'lmayapti.
Hali ham qishloq yoki bironta narsa chiqmadi. Boya portal bor edi orqa tomonda, buzuq portal. Kelgan ekan bu tomon. Shuncha joyga yana qaytishimiz kerak. Yoki orqaga ketsak, orqa ham kelgan ekan. Qayiq yasayman unda. Bu tomonda quruqlik ko'rinyapti, shu o'rtada xavfsizroq ekan. Yomg'irda to'xtatib ko'ramiz. Kunduz kunimikan, hali kechasimikan? Kunduz hali kechasi bo'lay deyapti. Yoki endi kunduz bo'layapti. Agar endi kunduz bo'layotgan bo'lsa, hozir bizga yana yashagan kunimizga bir plus qo'shilsa kerak. Mob. Bu menimcha chiqa olmaydi suvdan. Chiqsa yonar ekan. Kema uchun nima kerak o'zi? Bitta yog'och kerak ekan. Eski versiyalarda kema uchun lapatka ham kerak bo'lar edi. Ishkagimi nima bilmadim. Bitta bolta yasab olamiz. Ketaveramiz shu tomonlarga. O'zi men bu tomonga ketayotgandim. Demak, yo'limizda davom etamiz. Okean qachongacha davom etar ekan? Menimcha bu sayohatim sal uzoq bo'ladi. To'g'ri ketyapman, shu tomonlarga borishim kerak. Keyingi video ham nima haqida bo'lsin? Sizlar yozib ketinglar. Shu videoni chiqarishga harakat qilaman. Endi kech bo'layapti. Okean xavfsiz joy, qorong'ida. Mana yetib keldik, orol ham ko'rindi. Mana bu yerda buzuq portal yana. Ikkinchi marta topyapman portal bitta. Qayiq shu paytda sinmaydi. Sindi, oldim. Mahluqlar ko'p bo'lishi mumkin. Quruqlikda ana o'zi bitta skelet borkan. Ana u yoqda menimcha lava bor. Borib ko'ramiz.
Mana bular menimcha indamaydi. Bir kun zombi bor ekan. Bir kun bo'ldi. Bu ikkinchi kunim, lekin birinchisini videosi yo'q, shuning uchun buni birinchisi deb hisoblaymiz. Buni hali to'liq bo'lmadi, shu kunduz bo'lsa bo'ldi, videomiz shu joyda tugaydi. Alo. Qaniysan? Yaxshimisan joy? Ha. Mana zombilardan ham qochib oldik. Yo'q, kelyapti hali ber. Jang bo'lmasa 2ga 1mi? Yaramaslar. O'laman hozir. O'ldim. Yaxshisi bitta videoda bitta o'lish imkoniyati bo'ladi. Bo'lmasam qiyin ekan, hardkorda o'ynamaganman. Ana boyagi joyimiz uzoq endi. Ha, tahlil etmaydi. Shu o'rtalardan sig'ishga harakat qilamiz. Yo'qqa endi bora olmasam kerak. Kunduz bo'lsa bo'ldi, videoni to'xtatamiz. Bittadan ko'p o'lmasligim kerak, muhimi qochib yuraman. Boya ham ikkitasi birdan kelib qoldi bo'lmasa. Yo'ydim. Qachon kunduz bo'lar ekan? Ana zombi meni ko'rdi. Kelyapti ham. Endi men unga qaramaslik kerak. Endi o'rgimchak keldi shu paytda. Yo'q, o'laman hozir. O'rtada maxluq ko'p, tezroq kunduz bo'lish kerak. Mana boya aytgan portalim, boya shu tomonlarga ketuvdim. Bu birinchi portal, boya topganim ikkinchi portal. Ikkita portal topdim bitta videoda. Mana bir kun qanchalik ko'p vaqt bo'lishi, shuning uchun 5 kun qilmoqchiman. 5 kun qilsam ham 5 ta video bo'lib ketadi. Bir xil 5 ta video bo'lishi menimcha qiziq emas. Shuning uchun kommentlarga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. 3 taga qisqartiraymi, 5 tagami yoki yana 20 ta qilaveraymi? Yozib ketinglar, men shunga qarab videolarni chiqaraveraman. Boshqa video chiqaring desanglar, boshqa video ham qo'yaman o'rtada. Enderman. Bo'ldi, o'zi bunda kunduz bo'lib qoluvdi. Baribir hardkorda o'ynolmas ekanman. 5 kun shunchaki hardkorda endi yashashga harakat qilaman. Hech nima bo'lmadi bunda, maqsadsiz. Enderman o'zi kelib urdi.
Tezroq endi kunduz bo'lsa bir kun hisoblanardi. Baribir hardkorda o'ynay olmas ekanman. Endi kim keldi? Lat. Kimdir keldi. Zombichami deymanda kichkina, lekin yaqin atrofda yo'q edi. O'rgimchak yana. Bu tez yuradi lekin. Jonim kam, qochishim kerak. Ay bo'ldi. Video tugadi. Kunduz bo'lmasdan ham ketdi. Kamroq o'lishga harakat qilaman deb edim, bo'lmadi. Nima haqida video qo'ysam ekan, sizlar yozmayapsizlar. Kunduz mana bo'layapti. Ana qochishini qara. Birga bir bormi? Quyosh tushadigan soya yo'q joylarga olib kelishim kerak mana buni. Suvdan ham uzoq bo'lish kerak. Quyosh chiqayapti chunki yonadi. Boshladi yonib. Suv bor ekan bu yoqda. Jonim kam qoldi o'zim. Bunisi bir harakat bo'ldi. Keyingi videolardan yutsam kerak. Hardkor o'ynashga harakat qilaman. Yoki kommentlarda yaxshiroq fikr aytib qoldirsangiz, shunaqa rejimda o'ynayman. Hammaga xayr do'stlar, obuna bo'lib like bosib